Tramp ma'muriyati Eron bilan tinchlik muzokaralari bo'yicha dastlabki muhokamalarni boshladi. Eron ilk bor o'z chegaralaridan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan AQSh harbiy bazasiga hujum qildi. AQSh demokratlar yetakchisi mamlakatda rejimni o'zgartirishga chaqirdi. Shu va boshqa xabarlarni burchak ostida YouTube sahifasida tomosha qiling. Kanalimizni kuzatib boring. Videolarimiz yoqsa like va izoh qoldirishni unutmang. Eron ilk bor o'z chegaralaridan minglab kilometr uzoqlikda joylashgan AQSh harbiy bazasiga hujum qildi. Gap Hind okeanidagi Diego Garcia bazasi haqida bormoqda. Undan AQSh va Buyuk Britaniya birgalikda foydalanadi. The Wall Street Journal'ning yozilishicha, bu Eron raketalarining hozirgacha qayd etilgan eng uzoq masofaga uchirilishi bo'ldi. Eron hududidan bazagacha bo'lgan masofa taxminan 3,5–4 ming kilometrni tashkil etadi. AQSh rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, Eron tomonidan o'rta masofaga mo'ljallangan ikkita ballistik raketa uchirilgan. Biroq ularning hech biri nishonga yetib bormagan. Raketalardan biri parvoz vaqtida nosozlikka uchragan, ikkinchisiga qarshi esa AQSh kemasi CM-3 tutib qoluvchi raketasini uchirgan. AQSh prezidenti Donald Tramp Tehron 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini ochmasa Erondagi elektr stansiyalarini yo'q qilish bilan tahdid qildi. Agar Eron tahdidlardan voz kechib 48 soat ichida Hormuz bo'g'ozini to'liq ochmasa, Amerika Qo'shma Shtatlari zarba beradi va ularning elektr stansiyalarini yo'q qiladi, deb yozdi Donald Tramp o'zining Truth Social platformasida. Tramp shuningdek Eron bilan kelishuvga qiziqmayotganini bildirgan. Men Erondagi maqsadlarimga erishdim. Bu xato rejalashtirilgan muddatdan bir necha hafta oldin sodir bo'ldi. Eron rahbariyati yo'q qilingan. Flota va harbiy havo kuchlari yakson etilgan. Ularda umuman mudofaa yo'q va ular biz bilan kelishuv tuzmoqchi. Men esa yo'q, dedi AQSh prezidenti. O'z navbatida Eron Islomiy inqilobi qo'riqchilari korpusi ham Trampning ultimatumiga javob qaytardi. Agar Eronning neft va energetika infratuzilmasi dushman tomonidan hujumga uchrasa, mintaqadagi AQSh va rejimning barcha energetika, IT va suvni chuchuklashtirish obyektlari nishonga olinadi, deyiladi korpus bayonotida. Tramp ma'muriyati Eron bilan tinchlik muzokaralari bo'yicha dastlabki muhokamalarni boshladi. Bu haqda Axios nashri xabar bermoqda. Amerikalik rasmiylardan birining so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Erondan 6 ta majburiyatni o'z zimmasiga olishni talab qilmoqda. Ular orasida uranni boyitish va yadro qurolini ishlab chiqishni butunlay to'xtatish, raketa dasturini sezilarli darajada qisqartirish hamda Hizbulloh va Yamandagi Husiylar kabi qurolli guruhlarni moliyalashtirishni to'xtatish shartlari bor. Bundan tashqari, har qanday kelishuvga ko'ra Hormuz bo'g'ozi ochilishi kerak bo'ladi. Nashrning yozishicha, so'nggi kunlarda Washington va Tehron o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqalar bo'lmagan. Biroq Misr va Qatar Eron muzokaralardan manfaatdor ekanini, uning talablari o't ochishni to'xtatish, kelgusida harbiy harakatlar tiklanmasligi uchun kafolat olish, shuningdek tovon to'lash masalalarini o'z ichiga olishi haqida AQSh va Isroil rasmiylarini xabardor qilgan. Manbalarning ta'kidlashicha, Tramp ma'muriyati vakillari ikki savolga javob topishga harakat qilmoqda. Eronda kimlar bilan aloqa o'rnatiladi va qaysi davlat bunda vositachilikni o'z zimmasiga oladi? Oldingi muzokaralarda Eron manfaatlarini mamlakat tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi ifodalagan. Biroq Donald Trampning maslahatchilari uni qaror qabul qilishga vakolatli shaxsdan ko'ra ko'proq ma'lumotlarni uzatish bo'g'ini deb hisoblamoqda. Aksios manbalariga ko'ra, Oq uy hozirda Eronda qarorlarni aslida kimlar qabul qilishi va ular bilan qanday bog'lanish mumkinligini aniqlashga harakat qilmoqda. Eron katta yo'qotishlarga qaramay yon bermayapti va Hormuz bo'g'ozi orqali bosimni kuchaytirmoqda. Bu haqda The Washington Post xabar berdi. Urushning 4-haftasida Eron zarbalarni kuchaytirish va yoqilg'i yetkazib berishning muhim yo'nalishini to'sib qo'yishga tayanib ish tutmoqda. Nashr manbalariga ko'ra, Tehron bu tajovuzni AQSh va uning ittifoqchilari uchun imkon qadar qimmat urushga aylantirishni maqsad qilgan va hujumlar to'xtatilmaguncha muzokaralarni boshlamoqchi emas. AQSh va Isroil razvedkasi bugungi Eron kim yoki kimlar tomonidan boshqarilayotganini aniqlashga urinmoqda. Qayd etilishicha, Mojtaba Xomaneyning rahbar sifatida faoliyat yuritish qobiliyati borasidagi shubhalar uning uzoq vaqt jamoatchilik oldida ko'rinmagani sababli paydo bo'lgan. Kichik Xomaney AQSh va Isroilning harbiy amaliyoti boshlangandan beri omma oldida chiqish qilmagan. AQSh va Isroil maxsus xizmatlari Mojtaba Xomaney Navruz bayrami munosabati bilan otasi Ali Xomaney kabi an'anaviy video murojaat bilan chiqishni kutgan
qilgan edi. Biroq yakunda faqat uning nomidan yozma bayonot e'lon qilindi. Aksiz manbalarga ko'ra, Eron rasmiylari Mojtaba Xomanaiy bilan uchrashuvlar tashkil etishga harakat qilgan, ammo xavfsizlik choralariga ko'ra ular amalga oshmagan. Bundan tashqari, nashrning yozishicha, AQSh razvedkasi Eronning amaldagi rejimi yaqin orada qulashga oid belgilarni ko'rmayapti. Kreml Oq uyga shunday kelishuvni taklif qilgan. Agar AQSh Ukrainaga Rossiya haqidagi razvedka ma'lumotlarini uzatishni to'xtatsa, Moskva ham Eron bilan razvedka ma'lumotlari, jumladan Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy obyektlari koordinatalari bilan bo'lishishni to'xtatadi, deya yozmoqda Politika. Tahririyatning o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, bu taklifni Rossiya prezidenti maxsus vakili Kirill Dmitriyev o'tgan hafta Mayamida Donald Tramp ma'muriyati vakillari Stiv Uitikov va Jared Kushner bilan o'tkazilgan uchrashuvda bildirgan. Manbalarga ko'ra, AQSh bu taklifni rad etgan. Shunga qaramay, bunday taklif Yevropa diplomatlarini xavotirga solgan. Ular Moskva, Yevropa va AQSh o'rtasiga nifoq solishga urinayotganidan xavotirda. Kuba energetika vazirligi X ijtimoiy tarmog'ida yozishicha, mamlakatda bir hafta ichida ikkinchi marta blackout yuz berdi. Milliy elektr ta'minoti tizimi to'liq uzildi. Uni qayta tiklash ishlari amalga oshirilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. Qayd etish kerakki, ushbu blackout AQSh tomonidan Kubaga nisbatan o'rnatilgan neft blokadasi fonida sodir bo'lmoqda. So'nggi oylarda mamlakatda yoqilg'i yetkazib berishdagi uzilishlar va elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar muntazam ravishda kuzatilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16 mart kuni Kuba energetika vazirligi butun mamlakat elektrdan uzilganini, oqibatda 10 millionga yaqin aholi qorong'uda qolib ketganini xabar qilgan edi. Elektr ta'minotini to'liq tiklash ishlari 18 mart kuni hal qilingan. AQSh, Rossiya, Xitoy, Eron, Shimoliy Koreya va Pokistonni yadroviy qurol bilan hujum qilishga qodir davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Bu ma'lumot AQSh hukumati razvedka hamjamiyatining yillik hisobotida keltirilgan. Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya, Eron va Pokiston yadroviy va an'anaviy jangovar kallaklarga ega bo'lgan bir qator yangi, ilg'or yoki an'anaviy raketa yetkazib berish tizimlarini tadqiq qilmoqda va ishlab chiqmoqda, deyiladi hisobotda. Razvedka hamjamiyati 2035-yilga kelib AQShga 16 mingdan ortiq raketalar tahdid solishini bashorat qilmoqda. Bu esa hozirgi 3 mingdan ortiq raketa darajasiga nisbatan ancha yuqori. Shimoliy Koreya butun AQSh hududiga zarba berishga qodir qit'alararo ballistik raketalarni muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazdi. Hujjatda shuningdek Xitoy, Eron, Shimoliy Koreya, Pokiston va Rossiya Qo'shma Shtatlarga tahdid solishga qodir ilg'or raketalarga ustuvor ahamiyat berishda davom etishi aytilgan. Razvedka hamjamiyati o'z navbatida Rossiyani Arktikadagi asosiy muammo deb atadi. Hujjatda Rossiya kuchlar muvozanati uchun kengroq global raqobatning bir qismi sifatida mintaqadagi manfaatlarini ilgari surishga intilayotgani aytilgan. Hisobotga ko'ra, Xitoy Arktikada o'zining strategik va iqtisodiy manfaatlarini birinchi navbatda Rossiya bilan munosabatlar orqali ilgari surish uchun tegishli sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda. AQSh Kongressi Vakillar palatasidagi demokratlar yetakchisi Hakim Jeffries mamlakatda rejimni o'zgartirishga chaqirdi. Donald Tramp va respublikachi ekstremistlar o'z xohishlariga ko'ra Yaqin Sharqda o'ylanmasdan urush boshladi. Natijada benzin narxlari keskin oshdi, milliardlab mablag'lar behuda sarflanmoqda. Mamlakatimiz fuqarolari esa o'zini xavfsiz deb hisoblay olmayapti. AQShda rejim o'zgarishi kerak, deb yozdi u X platformasida. Tramp bunga javoban Demokratlar partiyasini AQShning Erondan keyingi asosiy dushmani deb atadi. Endi Eron mag'lub etilgandan so'ng Qo'shma Shtatlarning asosiy dushmani radikal so'l qanot o'ta layoqatsiz Demokratlar partiyasi bo'ldi, deb yozdi AQSh prezidenti Truth Social ijtimoiy tarmog'ida.